O'tirib olinglar yaxshilab. Men sizlarga 2 kun davomida nimaga yo'q bo'lib qolganimni aytaman, chunki bu sizlarga qiziq. Tabiiyki. Xullas, agar uydagilar bu istoriyani ko'rayotgan bo'lsanglar, xavotir olmanglar. Hozir hammasi yaxshi va mening nazarim yaratgan nazorati ostida ekan. Alhamdulillah, men yaxshiman. Xullas, nima bo'ldi? Naskuriga yeta oldim bu bo'lgan voqeani, o'sha kimgadirdi, chunki men jinniman-ku. ChatGPTdan so'rab dori ichdim. U menga dozasini belgilab berdi va u doza umuman menga to'g'ri kelmas ekan. Dori men tanamda so'rilib ketgunicha boshim aylanib qayt qilay deb o'zi bir marta hushimdan ketdim va ag'darib qo'ydim. Maslahatim hech qachon ChatGPTga ishonib dori ichmanglar. Menimcha meni shifokorlar tavqilat qilgan. Shuning uchun bilan skori chaqiribman deb aytolmayman. Doktor bilan maslahatlashamiz. Ha, duo bar. Afsuski yo'q. Agar meni ko'rayotgan bo'lsanglar, kechiringlar.